Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Fayzli xonadonimizning asosiy devorlariga gibkiy kamerlarimizni yopishtirishni boshladi do'stlar. Ko'rib o'zlaring baho berib berasizlar. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Gibkiy kamera yopishtirishdan oldin bir silo kafelni kley tortib oldik. Sababi devorimizni yana mustahkamlash maqsadida do'stlar. Gibkiy kamerga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilsalaring, qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab gibkiy kamerlarimizni asosiy devor so'kil qismlariga 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha devor holatiga qarab usta hafta ichida gibkiy kamerlarimizni yopishtirib kelyapmiz. Do'stlar, Namangan viloyatida bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelib turgan do'stlarimiz ushbu xonadonimizga kelib o'zlaring живой ko'zlaring bilan ko'rishlari mumkin. Ekrandagi chiqib turgan raqamlarga telefon qilsalaring do'stlar, ushbu xonadonimizning manzillari bor. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Xudo xolasa bir-biridan chiroyli obyektlarda gibkiy kamerlarimizni yopishtirib sizlar bilan bo'lishib boraman. Do'stlar, biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda charchamanglar.